Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan hammamizni, ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtiradigan juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi kunda pensionerlarimiz duch kelishi mumkin bo'lgan jiddiy cheklovlar haqida so'z boradi. Ko'pchilik bu o'zgarishlardan bexabar yoki ularning mohiyatini to'liq tushunmayapti. Lekin bu ma'lumotlar hayotingizga, moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oluvchi yaqinlaringiz bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Men sizga hozirgi vaziyatni, bo'layotgan o'zgarishlarni va sizning huquqlaringizni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki real hayotiy misollar va aniq raqamlar bilan boyitilgan bo'ladi. Shuning uchun diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Video nihoyatda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Toki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borsin va ko'plab insonlar kutilmagan muammolarga duch kelishidan himoyalansin. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi keling. Avvalo pensiya tizimimizdagi o'zgarishlar nima bilan bog'liq ekanligini tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik pensionerlarimiz uchun qo'shimcha daromad topish yoki ishga joylashish unchalik katta muammo emas edi. Davlat tomonidan beriladigan pensiya miqdori va uning saqlanib qolishi ko'p hollarda sizning ish haqingiz yoki boshqa daromadlaringizdan qat'iy nazar to'liq saqlanib qolaverar edi. Masalan, oddiy qilib aytganda, birorta pensioner nafaqaga chiqqanidan keyin yana ishga kirsa, uning pensiyasi miqdori deyarli o'zgarishsiz qolar edi. Davlat nafaqa oluvchining o'z xohishi bilan ishlashni yoki qo'shimcha daromad topishini qo'llab-quvvatlar edi. Asosan bu uning moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan harakat sifatida qabul qilinardi. Ba'zi imtiyozlar ham, masalan, kommunal xizmatlarga subsidiyalar yoki dori-darmonlar uchun chegirmalar pensiya turi va stajga qarab qo'shimcha daromadga bog'liq bo'lmagan holda berilaverardi. Bu holat ko'pchilik uchun tushunarli va oddiy edi. Pensionerlarimiz tinchgina ham pensiya olib, ham ishlashi yoki o'z tadbirkorligini yuritishi mumkin edi. Ularning asosiy e'tibori pensiya miqdoriga emas, balki qanday qilib qo'shimcha mablag' topishga qaratilgan edi. Ular odatda pensiya to'liq to'lanishiga ishonchi komil bo'lgan, ammo hozir vaziyat bir muncha o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida ro'y bergan o'zgarishlar byudjetni optimallashtirish va ijtimoiy adolat tamoyillarini yanada kuchaytirish maqsadida qator yangi qonun hujjatlari va qarorlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlar asosan pensiya va ijtimoiy nafaqalarni taqsimlashda aniqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, endilikda ba'zi pensiya turlari yoki pensionerlarga beriladigan ayrim imtiyozlar miqdori sizning rasmiy daromadingizga bevosita bog'liq qilib qo'yildi. Ya'ni agar siz ma'lum bir daromad chegarasidan oshiq pul topsangiz, sizning pensiyangiz miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki ba'zi imtiyozlaringiz bekor bo'lishi mumkin. Bu bir tomondan davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytirish va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga yordamni aniqroq yo'naltirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan ko'pchilik pensionerlar uchun kutilmagan moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Muhimi shundaki, endilikda har bir pensioner o'zining moliyaviy ahvolini va yangi qonunlarni diqqat bilan o'rganib chiqishi shart. Aks holda o'zgarishlardan bexabarlik yoki ularni noto'g'ri tushunish oqibatida pensiya jamg'armasi bilan tushunmovchiliklar yuzaga kelishi, hatto ortiqcha to'langan pensiya mablag'larini qaytarish majburiyati paydo bo'lishi ham mumkin. Bu jarayon avvalgidek oddiy emas, balki ancha murakkab tus olgan. Batafsil tahlil, nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak, kimga esa hozircha xavotirlanish shart emas keling. Endi bu o'zgarishlarni yanada batafsilroq ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda siz qanday turdagi pensiya olasiz, shu haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Chunki o'zgarishlar har bir pensiya turiga bir xil darajada ta'sir qilmaydi. Siz nimani bilishingiz kerak? Bir pensiya turlari hozirgi qonunchilikka ko'ra asosan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi asosiy pensiya turlari mavjud. Aynan yoshga doir pensiya oluvchi va qo'shimcha daromadga ega bo'lgan fuqarolar uchun ma'lum bir o'zgarishlar joriy etilgan. Masalan, ba'zi bir pensiya miqdorlari to'liq hajmda saqlanib qolishi mumkin, ammo ba'zi ijtimoiy himoya choralariga, masalan, turli subsidiyalar, imtiyozlar erishish imkoniyati cheklanishi mumkin. Ya'ni siz pensiyangizni to'liq olishda davom etishingiz mumkin,
Ammo ilgarigi ba'zi afzalliklar yo'qoladi. 2. Daromad tushunchasi. Pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi daromad deganda nafaqat ish haqi, balki tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda, mulkni ijaraga berishdan olingan mablag', shuningdek boshqa turdagi rasmiy va deklaratsiya qilingan daromadlar tushuniladi. Ba'zi hollarda hatto chet eldan keladigan muntazam pul o'tkazmalari ham, agar ular ma'lum bir hajmda bo'lib, soliq organlarida aks etsa, inobatga olinishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik faqat oylik ish haqini hisobga oladi. Chegaralar davlat tomonidan belgilangan ma'lum bir daromad chegarasi mavjud. Agar sizning umumiy oylik daromadingiz, pensiyalik qo'shimcha daromad ushbu chegaradan oshib ketsa, sizga nisbatan cheklovlar qo'llanilishi mumkin. Bu chegara doimiy emas va qonunchilikdagi o'zgarishlarga qarab yangilanishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarni bilish juda muhimdir. Kim xavotir olish kerak? Rasman ishga joylashgan pensionerlar. Agar siz davlat yoki xususiy korxonada rasman ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz va oylik maoshingiz ma'lum bir miqdordan oshsa, sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha imtiyozlaringiz bekor bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yuqori maosh oladigan pensionerlar uchun dolzarb. 2. Ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar. Agar siz o'z nomingizga yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan bo'lsangiz yoki kichik korxonaga egalik qilsangiz va undan muntazam rasmiy daromad olayotgan bo'lsangiz, bu ham sizning umumiy daromadingizga kiradi va pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 3. Yuqori daromadli boshqa manbalarga ega pensioner, masalan, siz bir nechta ko'chmas mulkni ijaraga bergan bo'lsangiz va bu daromadlar rasman deklaratsiya qilingan bo'lsa, bu ham umumiy daromadingizni oshirib cheklovlar qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda yuqori dividendlar yoki boshqa aktivlardan olingan daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Kimga esa hozircha xavotirlanish shart emas yoki kamroq xavotirlanish kerak? 1. Faqat davlat tomonidan beriladigan asosiy pensiya oluvchilar. Agar sizda pensiyadan tashqari hech qanday rasmiy daromad bo'lmasa, sizning pensiya miqdoringizga bu o'zgarishlar to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. 2. Daromadi belgilangan chegaradan past bo'lganlar. Agar sizda qo'shimcha daromad manbai bo'lsa-da, uning miqdori qonunchilikda belgilangan cheklovlardan past bo'lsa, sizning pensiyangiz va imtiyozlaringizga ta'sir qilish ehtimoli kamroq. Bu masalan, kichik hajmdagi part-time ishlar yoki uy sharoitida qilingan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan kichik daromadlar bo'lishi mumkin. Lekin bu norasmiy daromadlar ham keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkinligi haqida quyida batafsilroq gaplashamiz. 3. Qonun bo'yicha hisobga olinmaydigan daromadlarga ega bo'lganlar. Ba'zi turdagi daromadlar, masalan, bir martalik sovg'alar, meros yoki davlatning maxsus ijtimoiy yordam dasturlari doirasida berilgan mablag'lar pensiya hisob kitoblarida inobatga olinmasligi mumkin. Keling, endi real hayotiy misollarga o'tsak, bu qoidalarni tushunish osonroq bo'ladi. Birinchi misol, rasman ishlaydigan keksa o'qituvchi. Tasavvur qiling, 72 yoshli muhtaram opamiz umri davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Nafaqaga chiqqanidan keyin ham ilmga bo'lgan muhabbati tufayli haftasiga 2 kun maktabda dars berishda davom etmoqda. Uning oylik pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Qo'shimcha ish joyidagi oylik maoshi esa 1 million 700 ming so'm. Umumiy oylik daromadi 3 million 300 ming so'mni tashkil etadi. Agar hozirgi qonunchilikda belgilangan daromad chegarasi 3 million so'm deb olsak, muhtaram opamizning daromadi bu chegaradan oshib ketmoqda. Oldin u kishi pensiyasini to'liq olib, ustiga maoshini ham olar edi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha uning pensiya miqdoridan ma'lum bir foiz ushlab qolinishi yoki avvaldan mavjud bo'lgan, masalan, shahar transportida bepul yurish kabi imtiyozlar bekor bo'lishi mumkin. Bunday holatda muhtaram opamiz kutilmaganda nafaqat kamroq pul olishi, balki transport xarajatlariga ham pul sarflashi kerak bo'ladi. U bu haqda bilmagan holda bir kuni pensiya jamg'armasidan ogohlantirish xati yoki pensiya miqdorining kamaytirilganligi haqida xabarnoma oladi. Bu esa uning uchun katta noqulaylik va moliyaviy bosimni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi misol, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi pensioner. Keling, Oltintakis yoshli Xolmat amakini misol qilaylik. U kishi ilgari kolxozda uzoq yillar ishlagan va hozirda 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. U kishi nafaqaga chiqqandan so'ng uy hovlisida kichik issiqxona qurib, bodring va pomidor yetishtirib, bozorga sotishni boshladi. Oldin u buni norasmiy tarzda qilardi.
ammo hozirda davlat tomonidan berilgan imkoniyatlardan foydalanib o'z tadbirkorlik faoliyatini rasman ro'yxatdan o'tkazdi va har oyda o'rtacha 1 million 200 ming so'm sof daromad topadi. Uning umumiy oylik daromadi pensiya plus tadbirkorlikdan 2 million 800 ming so'mni tashkil etadi. Agar yangi qonunchilikka binoan tadbirkorlikdan olingan daromad ham pensiya hisob kitoblarida inobatga olinsa va davlat belgilagan chegara, masalan 2 million 500 ming so'm deb belgilangan bo'lsa, Xolmat amakining daromadi bu chegaradan oshib ketmoqda. Natijada u kishining pensiyasi miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki unga ilgari berilgan dori-darmonlar uchun imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. U bu haqda bilmagan holda avvalgidek to'liq pensiya kelishini kutadi, lekin bir kuni kamroq miqdorda pul tushganini ko'radi va pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda o'zining rasmiy tadbirkorlik daromadi sabab bo'lganini bilib hayron qoladi. Bu uning uchun nafaqat moliyaviy, balki ma'naviy jihatdan ham og'ir zarba bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, farzandlari chet elda ishlaydigan pensioner. 75 yoshli Gulnora opaning 2 farzandi Rossiyada ishlaydi va har oy muntazam ravishda onalariga 200-300 dollar miqdorida pul jo'natib turadi. Gulnora opaning oylik pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Farzandlari jo'natgan pulning o'rtacha oylik miqdori taxminan 2 million 500 ming so'mga to'g'ri keladi. Jami oylik daromadi 4 million 200 ming so'mga yetadi. Agar qonunchilikda chet eldan olingan pul o'tkazmalari ham agar ular ma'lum chegaradan oshsa va davlat tomonidan kuzatiladigan bo'lsa, pensiya hisob kitoblarida inobatga olinadigan bo'lsa, Gulnora opaning umumiy daromadi ancha yuqori bo'lib chiqadi. Bunday holatda u kishining nafaqasi bekor bo'lmasligi mumkin, ammo u oladigan boshqa ijtimoiy yordamlar, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan imtiyozlar yoki ba'zi bir moddiy yordam turlari unga berilmay qolishi mumkin. Chunki u rasman yetarli daromadga ega deb hisoblanadi. Gulnora opa esa har doim farzandlari yuborgan pulni oddiygina oilaviy yordam deb bilgan va uning pensiyasiga yoki boshqa imtiyozlariga ta'sir qilishini o'ylab ham ko'rmagan. Bu esa uning uchun kutilmagan vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holatlarni har bir pensioner o'zining shaxsiy vaziyatidan kelib chiqqan holda juda diqqat bilan o'rganishi va rasmiy idoralardan aniq ma'lumot olishi shart. Qoidalarga istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar har bir qonunda bo'lgani kabi pensiya qonunchiligidagi bu o'zgarishlarda ham bir qator istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozikliklar mavjud. Bularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Qoidalarga istisnolar. Minimal pensiya miqdorlari odatda minimal miqdordagi davlat pensiyalari qo'shimcha daromaddan qat'iy nazar to'liq hajmda saqlanib qoladi. Bu holat ayniqsa ijtimoiy nafaqalarni oluvchilar uchun muhim. Chunki ularning moddiy ahvoli boshqa pensionerlarga nisbatan og'irroq bo'lishi mumkin. Qonunchilik ularni himoya qilishni nazarda tutadi. 2. Ba'zi bir daromad turlari hamma daromad ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bir martalik moddiy yordam, meros qilingan mulk, sug'urta to'lovlari, shuningdek shaxsiy yordamchi xo'jalikda yetishtirilgan mahsulotlarni sotishdan olingan daromadlar agar u ma'lum bir miqdordan oshmasa va qishloq xo'jaligi faoliyati sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, aksariyat hollarda hisobga olinmaydi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ba'zi turdagi davlat yordamlari ham hisobga olinmasligi mumkin. Bu daromad turlari odatda doimiy daromad manbai sifatida emas, balki vaqtinchalik yoki maxsus holatlarda olingan mablag'lar sifatida qaraladi. O'tu, imtiyozli kategoriyalar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, ba'zi bir nogironlik toifasiga mansub fuqarolar uchun alohida qoidalar va imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun qo'shimcha daromad chegaralari boshqa pensionerlarga nisbatan yuqoriroq yoki umuman qo'llanilmasligi mumkin. Bu davlatning ularga bo'lgan alohida e'tibori va g'amxo'rligining namunasidir. Qisqa muddatli yoki mavsumiy ishlar, ba'zi hollarda qisqa muddatli yoki mavsumiy ishlardan olingan daromadlar. Agar ular yil davomida ma'lum bir umumiy chegaradan oshmasa, pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo bu haqida aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish kerak. Qaltis jihatlar, bir xabardorlikning yo'qligi eng katta qaltis jihat bu o'zgarishlardan bexabarlik. Ko'pchilik pensionerlar eski qoidalar bo'yicha yashashda davom etishadi va yangi qonunchilikdan bexabar holda kutilmagan muammolarga duch kelishadi.
Bu esa ortiqcha to'langan pensiyalarni qaytarish zaruratiga yoki jarimalarga olib kelishi mumkin. 2. Norasmiy daromad. Ba'zi pensionerlar pensiya miqdorining kamayishidan qochish uchun norasmiy ravishda ishlashga yoki daromad topishga urinishadi. Bu esa juda xavfli. Birinchidan, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Ikkinchidan, norasmiy ish joyida sizning mehnat huquqlaringiz himoyalanmagan bo'ladi. Uchinchidan, davlat organlari norasmiy daromadlarni aniqlash mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirmoqda va bu holatlar aniqlansa jiddiy moliyaviy va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, soliq tekshiruvlari natijasida katta jarimalar undirilishi mumkin. Noto'g'ri deklaratsiyalar. Ba'zida pensionerlar o'z daromadlari yoki ish faoliyatlaridagi o'zgarishlarni to'liq yoki noto'g'ri deklaratsiya qilishadi. Bu ham qasddan bo'lmasligi mumkin. Masalan, hujjatlarni to'g'ri to'ldira olmaslik yoki ba'zi bir daromad turlarini ahamiyatsiz deb hisoblash natijasida. Lekin bu holat ham huquqiy oqibatlarga olib keladi. Sezilmas nozikliklar. 1. Soliqqa tortiladigan daromad va pensiyaga ta'sir qiladigan daromad o'rtasidagi farq. Hamma soliqqa tortiladigan daromad ham pensiya miqdoriga bir xil ta'sir qilavermaydi. Ba'zi daromadlar soliq qonunchiligiga ko'ra hisobga olinishi mumkin, ammo pensiya qonunchiligida boshqacha yondashilishi mumkin. Bu juda murakkab nuqta bo'lib, aniq ma'lumotni mutaxassislardan olishni talab qiladi. 2. Oilaviy ahvolning o'zgarishi. Pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasa ham, oilaviy ahvolning o'zgarishi. Masalan, qaramog'ida bo'lgan farzandlar sonining kamayishi, turmush o'rtog'ining ishga joylashishi, ba'zi ijtimoiy imtiyozlarga, masalan, turar joy kommunal xizmatlar uchun subsidiyalarga ta'sir qilishi mumkin. Bu esa pensionerning umumiy moliyaviy ahvolini yomonlashtirishi mumkin. O'rtacha oylik daromadni hisoblash davri. Pensiya jamg'armasi daromadni bir oylik emas, balki ma'lum bir davr, masalan, 6 yoki 12 oy uchun o'rtacha hisoblab chiqishi mumkin. Bu sizning mavsumiy daromadlaringiz bo'lsa juda muhim. Masalan, bir oyda katta daromad topib, keyingi oylarda hech narsa topmasangiz, o'rtacha ko'rsatkich nisbatan pastroq chiqishi va chegaradan oshmasligi mumkin. 4. O'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish. Agar sizda daromad manbai paydo bo'lsa yoki mavjud daromad miqdori o'zgarsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga qonunchilikda belgilangan muddatlarda, odatda 10 kun ichida xabar berish shart. Buni qilmaslik sizga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu qaltis jihatlar va nozikliklarni tushunish sizga hozirgi murakkab sharoitda to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi va kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan saqlaydi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlarning barchasidan xulosa shuki, endi pensiya masalalariga yanada jiddiyroq yondashish va faol bo'lish kerak. Shuning uchun sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishga va moliyaviy barqarorligingizni saqlashga yordam beradi. 1. O'zingizni xabardor qiling. Eng birinchi va eng muhim qadam bu sizga taalluqli bo'lgan pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish. Rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan, davlat xizmatlari markazlaridan yoki hukumatning rasmiy veb-saytlaridan, masalan, MyTopUz portali orqali ma'lumot oling. Har bir viloyatda, har bir tumanda pensiya masalalari bo'yicha maslahat beradigan mutaxassislar mavjud. Ularning qabul vaqtlari va telefon raqamlarini bilib oling. Shaxsiy qabulga kirishdan oldin savollaringiz ro'yxatini tuzib boring. E'tibor bering. Telegramdagi norasmiy kanallar yoki qo'shnilardan olingan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Faqatgina rasmiy va tasdiqlangan manbalarga ishoning. 2. Pensiya holatingizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, sizga taalluqli bo'lgan pensiya turi, uning hozirgi miqdori va unga ta'sir qiluvchi qoidalarni aniqlang. Ehtimol sizga ushbu o'zgarishlar umuman ta'sir qilmas, ammo shuni bilish juda muhim. Ular sizga o'z pensiya hisobingizdan ko'chirma taqdim etishlari shart. Bu ko'chirmada sizning pensiya turi, miqdori, stajingiz va boshqa muhim ma'lumotlar aks etgan bo'ladi. Agar qandaydir savollar tug'ilsa, shu yerning o'zida mutaxassislardan tushuntirish talab qiling. Har qanday daromad o'zgarishlarini o'z vaqtida e'lon qiling. Agar siz ishga joylashsangiz, ish joyingiz o'zgarsa, tadbirkorlik faoliyatini boshlasangiz, mulkni ijaraga bersangiz yoki boshqa biror rasmiy daromad manbai paydo bo'lsa, bu vaqtda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bering. Qonunchilikda belgilangan muddatlar mavjud. Odatda bu o'zgarishlar ro'y berganidan keyin
10 kun ichida xabar berishingiz shart. Buni qilmaslik jarimalarga va ortiqcha to'langan pensiya mablag'larini qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Davlat organlari sizning daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlarni soliq idoralari, banklar va boshqa manbalardan olish imkoniyatiga ega ekanligini unutmang. Norasmiy daromadlar ham tez-tez aniqlanmoqda. Dirt, kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi agar ishlayotgan bo'lsangiz, asli va nusxasi yoki e-mehnat tizimidan ko'chirma. Ish haqi ma'lumotnomasi oxirgi ish joyingizdan yoki hozirgi ish joyingizdan daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjat sifatida. Tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar haqida soliq deklaratsiyasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar. Mulkni ijaraga berish shartnomasi va undan olingan daromadlar haqidagi ma'lumotlar. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar ular pensiya turiga yoki imtiyozlarga ta'sir qilsa. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Hujjatlarning to'liq bo'lishi masalani tezroq hal qilishga yordam beradi. B. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari hujjatlarni qabul qilish va ularni tegishli idoralarga yuborishda vositachilik qiladi. Ba'zi xizmatlarni hozirda my.gov uz portali orqali onlayn tarzda ham olish mumkin. Lekin murakkab holatlarda yoki batafsil maslahat olish uchun shaxsan pensiya jamg'armasiga borish afzalroq. 6. Arizani to'g'ri yozish. Pensiya jamg'armasidan ariza namunasini olishingiz yoki ularning veb-saytidan yuklab olishingiz mumkin. Arizada daromadingizdagi o'zgarishlar, yangi ish joyingiz yoki tadbirkorlik faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni aniq va to'liq ko'rsatishingiz lozim. Hech qanday ma'lumotni yashirmang. Bu faqatgina sizga zarar keltirishi mumkin. Ariza nusxasini va uning qabul qilinganligini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni o'zingizda saqlab qoling. 7. Kerak bo'lsa huquqshunos bilan maslahatlashing, agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa. Huquqshunos yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashishdan tortinmang. Ba'zida kichik bir detal katta farq qilishi mumkin va mutaxassisning maslahati sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Advokat sizga hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda, qonunchilikdagi nozikliklarni tushuntirishda va agar kerak bo'lsa, huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Aziz tomoshabinlar, bugun biz pensionerlarimizni kutilayotgan muhim o'zgarishlar va cheklovlar haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu mavzu nafaqat nazariy, balki har bir insonning shaxsiy hayotiga va moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim masaladir. Unutmang, xabardorlik va o'z vaqtida harakat qilish sizning moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Davlatdan taqdim etilgan imtiyozlar va pensiyani adolatli olish huquqingizni himoya qiling. Sizning tinchligingiz va farovonligingiz biz uchun muhim. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu qoidalar adolatlimi? Siz yoki yaqinlaringiz ushbu o'zgarishlar natijasida qandaydir muammolarga duch keldingizmi? O'z tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanalning rivojlanishiga va ko'proq foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishimizga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doimo xabardor bo'lib yuring.